Ozish jarayonida bosh og'riqlar, holsizliklar, charchoqlar bo'lmasdan immunitetingizni mustahkamlab ozishni xohlasangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozir sizga tavsiya etadigan bu mahsulotim tarkibida B guruh vitaminlari ko'p bo'lganligi uchun gormonal muvozanatingizni normaga solib berishga yordam beradi. Ayniqsa hozirgi kunda ayollarda jinsiy gormonlar muvozanati buzilganligida eng ko'p zo'r qo'llaniladigan mahsulot hisoblanadi. Undan tashqari bu mahsulot tarkibida temir ko'p bo'lganligi uchun gemoglobiningizni ko'tarib beradi. Bu esa immunitetingizni mustahkamlaydi degani. Undan tashqari bu mahsulot tarkibida oqsillar ko'p bo'lganligi uchun to'qlik hissini ancha vaqtgacha his qilib, maza qilib oza olasiz. Bu mahsulot bedana go'shtlari hisoblanadi. Bedana go'shtlarini ukoldorilarsiz, gormonlarsiz, tabiiy ravishda, halol ravishda yetishtirilganligini xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Eko bedana profiliga buyurtma bersangiz bo'ladi. Yoki to'liqroq ma'lumot olish uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.